Biz sumkachamiz uchun mana shunaqa oyoqchasini va qo'lchasini to'qishni o'rganamiz. Ikkalasini razmeri bir xil bo'ladi. Bitta oq va bitta tana rangidan kerak bo'ladi. Oyoqchani to'qish uchun dastlab 8 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta zanjir oldik. Endi bitta zanjir tashlab 6 ta oddiy ustuncha to'qiymiz. Bitta tashladik va 6 ta yarim nakitli ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 Endi oxirida bitta zanjirchamiz qoldi. Bu zanjirchani ichida ko'paytirish qilamiz, ya'ni bitta zanjirchani o'ziga 3 ta yarim nakitli ustuncha to'qiymiz. Bir, ikki, 3. Endi xuddi shu to'qigan qatorimizni qarama-qarshi tarafiga 5 ta zanjir nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Bir, ikki, 3 4 4 5. Oxirida bitta zanjirchamiz qoldi. Bu zanjirchani ichiga ko'paytirish qilamiz, ya'ni bitta zanjirchani ichiga 2 ta nakitsiz ustun to'qiymiz. 1 2. Mana birinchi qatorimizni tugatdik. Endi ikkinchi qatorimiz uchun belgi qo'yib olaman boshqa rangli ipdan. Qatorlarim adashib ketmasligi uchun ikkinchi qatorimiz uchun quyidagicha ish qilamiz. Bitta ko'paytirish qilamiz. Birinchi zanjirchaga ko'paytirish qilamiz. 1 2. Keyin 5 ta nakitsiz ustun to'qiymiz. 1 2 3 4 5. Boya esinglarda bo'lsa, bitta zanjirchadan 3 ta nakitsiz ustun to'qib ko'paytirish qilgan edik. Endi bularni har birini ustiga 2 tadan nakitsiz ustun to'qib ko'paytirish qilamiz. Ya'ni 6 ta ustuncha to'qiymiz. 1 2. Bitta mana ko'paytirdim. 1 2 1 2. Ko'paytirish qilib oldim. Yana 5 ta nakitsiz ustun to'qiymiz. 1 2 3 4 5. Endi ikkita ko'paytirish qilgan ikkita ustuncham qoldi. Shularni ustiga ko'paytirish qilamiz, ya'ni bitta teshikka ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz.
1 2 1 2. Sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Nega bu yoqda 3 ta ko'paytirish qildik, bu yoqda 2 ta deysizlar. Chunki mana bu qatorimiz boshlanishda bitta ko'paytirish qilgan edik. Shu bilan bu ham 3 ta, bu yoqda ham 3 ta ko'paytirish qilingan bo'ladi. Endi 3-qatorimizdan toki 9-qatorimizgacha 22 ta naksiz ustun bor mana shu yoqda. 22 ta naksiz ustunni ko'paytirmasdan, ozaytirmasdan to'qiymiz. Faqat 9-qatorgacha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22. Xuddi mana shu qilgan ishimizni 9-qatorgacha takrorlaymiz. Mana 9 qator to'qib keldik. 9 qator tugatdik. Endi 10-qatorda qisqartirish qilamiz. Belgichamiz joyini almashtirib qisqartirish qilishni boshlaymiz. Qisqartirish quyidagicha bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan bo'lsanglar, xuddi soch o'rilgandek bunaqa chiziq ketgan. Bug'doy o'rimidek. O'shani bir tarafidan ilamiz. Hozir bitta qisqartirish qilamiz. 1 2. Endi 5 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Faqat bir tarafdan ilamiz. 1 2 3 4 5. Sizlar ham xuddi shunaqa qilsanglar, bir tarafdan ilib to'qsanglar, mana shunaqa chiziq paydo bo'ladi. Endi 3 marta qisqartirish qilamiz. Bitta qisqartirish boshida qildik. Hozir 5 ta naksizsiz ustuncha to'qidik. Endi 3 ta qisqartirish qilamiz. Mana bir tarafidan ilib. 1 2 3. Endi yana 5 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 3. Yaxshi ilmay qoldi. 3 4 5. Endi 2 ta qisqartirish qilamiz. 1 2. Mana 1 1 2. Qisqartirishimiz tugatdik. Xuddi mana shunaqa chiziq qolishi kerak bir tarafi. Bu hali kerak bo'ladi bizga. Endi bir qator mana shu qatorimizni ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qiymiz. Ya'ni 16 ta
nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 mana qatorimiz tugadi. Endi ipimizni ozroq qoldirib kesib tashlaymiz. Endi bu oyoqchamiz ichiga sintifon tiqamiz. Ozroq, unaqa to'ldirib tashlamaymiz. Mana shunaqa holatda bo'lishi kerak. Endi mana bu ipimizni qoldirishdan maqsad, hozir ignaga bu ipimizni o'tkazamiz. Endi sintifon tiqqanimiz uchun chiqib ketmasligi uchun tikib qo'yamiz. Ortiqcha ipni kesib tashlaymiz. Mana xuddi shunaqa holatga keladi. Endi tana rangli ipni qo'shib to'qishni boshlaymiz. Mana bu qoldirib ketgan qatorimiz bizga kerak bo'ladi endi. Mana boshidan boshlaymiz. Nakitsiz ustunchalar bilan. 1 2 mana boshlagan ipimizni orasiga kirdirib ketsak ko'rinmaydi. 2 3 4 5. Xuddi shu tarzda qator oxirigacha 22 dona to'qiymiz. Hozir menda 5 ta bo'ldi. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21 va 22. Mana tugatdik. Endi 16-chi hozir bu 11-qator hisoblanadi. 10-qator hisoblanadi. Endi 7 qator yana xuddi shu ustuncha bilan 7 qator to'qiymiz. Bir, ikki, 3. Xuddi shu tarzda 27 qator to'qiymiz. Ya'ni 16 qator bo'ladi shunda jami bo'lib. Mana 7 qator to'qib keldim. Ya'ni hammasini sanaganda 16 qator chiqishi kerak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 qator chiqdi. Endi 17-qatorga ko'paytirish qilamiz. Bitta to'qiymiz nakitsiz ustuncha, keyingisida ko'paytirish qilamiz. 1, 2. Endi 16 ta oddiy nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Endi yana boyagidek bitta to'qiymiz. Bitta ko'paytirish qilamiz. Adashdim. Bitta to'qidik, bitta ko'paytirish qildik. Yonidagi ustunchaga to'qib yuboribman. Endi yana bitta to'qiymiz. Bitta ko'paytirish qilamiz. Shunda bizga 3 marta ko'paytirish qilgan bo'lamiz. Bitta to'qidim, bitta ko'paytirdim. Endi 18, 19-qatorlar 25 ta ustuncha to'qiladi. Ko'paytirish yo'q. Mana 18, 19-qatorlarni ham to'qib keldim. Endi 20-qatorda ham ko'paytirish qilamiz. 20-qatorda quyidagicha ko'paytiramiz. Bitta ustuncha to'qiymiz, keyingisida ko'paytirish qilamiz va yana bitta ustuncha to'qiymiz. Mana 1, birinchisida, ikkinchisida ko'paytirish qilamiz. 2, 3, mana 3-chisida yana bitta ustuncha. Endi yana 16 ta oddiy ustuncha to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Endi xuddi boyagi ko'paytirishimizni 2 marta takrorlaymiz. Ya'ni birinchisida to'qiymiz, keyin ko'paytirish, yana to'qish. Oddiy ustuncha to'qish. Buni 2 marta takrorlaymiz. Ya'ni bitta nakitsiz ustuncha, keyingisida ko'paytirish, ya'ni bitta joyda 2 ta nakitsiz ustuncha. 2. Yana keyingisida oddiy bitta. 1. Mana keyingisida ko'paytirish. Va yana
bitta oddiy ustunchi. Endi 20 va 21 qatorlarni ozaytirmaymiz ham, ko'paytirmaymiz ham. 2 qator mana shu 28 da nakitsiz ustunchi to'qiymiz. 1 2 mana 22 qatorni ham to'qib tugatib oldik. Endi ozroq uzunlikda ip qoldirib kesib olamiz. Mana shu bilan oyoqchalarimiz ham tayyor bo'ldi. Bizga bundan 4 ta kerak bo'ladi.